Bu masalada birortasi bilan gaplashdingizmi? Yo'q hali. Bilasizmi, bunga faqat ko'proq mablag' ketadi-da. Qancha mablag' kerak bo'lsa beraman aka. Faqat onam tuzalib ketsa bo'ldi. Bo'ldi, ertaga pul bilan kechga shu yerda ko'rishyapmiz. Men bugun analizlarida Hindistonga yuboraman. Ertaga siz bilan shu yerda o'z vaqtida ko'rishamiz. Xo'p aka. Kech qolmang. Ertaga shu yerda ko'rishamiz. Mayli, sog' bo'ling. Do'stim, yaxshimisan? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Onamni mazalari yo'q edi. Hindistonga olib borib davolashim kerak. Hindistonga olib borgan tanish topdingmi? Bir insonni topdim, faqat unga ertaga pul olib borib berishim kerak. Taniysanmi uni? Yo'q, shu ish bilan shug'ullanishini aytgandi. Meni bir tanishimning akasi yaqinda Hindistonga borib World klinik orqali davolanib keldi. Agar xohlasang tanishtirib qo'yaman, senga yordam berishadi. Rostdan, zo'r bo'lardi. Ketdik bo'lmasa. Mayli, yurchi, boraylikchi.